Yolg'iz ona muvaffaqiyatli bo'la oladi. Jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lib, kerakli ham bo'la oladi. Bu uchun qanday qoidalarga rioya qilish kerak? Oxirgi qoidani sizga shu vaqtgacha hech kim aytmagan. Ketdik. Men 3 qanotning onasi sizlarga bu sirni ochaman. Uyquga qarshi turib berishimda esa mana shu vatanparvar tuyg'usiga to'la bo'lgan qo'shiq meni qutqardi. Tezda yozib oling. Muvaffaqiyatning birinchi qoidasi bu uyqusizlik. Uyqudan voz kechishingiz kerak. Onalar, boshida har kuningizni rejalashtirasiz. Bora-bora esa hafta, oy va yilingizni. Masalan, meni 7-9-1 yillik rejalarim oldindan, bugundan yozilgan. Bu ikkinchi qoida edi. Tezlik, reaksiya, energiya bularning barchasini sizga disiplina beradi. Men shaxsan buni sportdan olaman. Trenajyorniy zalga 1 yillik abonement xarid qilaman va aynan shu xarid qilgan abonementim meni har kuni turishga, zalga borishga va u yerda mashg'ulot o'tishimga motivatsiya bo'ladi. Oy, to'xtang, telefonim yerga qulab tushdi. Shu yergacha 3-qoidani o'rganish uchun qoldingizmi? Demak, meni sahifamga obuna bo'lishni unutmang. 4-oxirgi va eng muhim qoidalardan biri. Bu qoidani sizga hech qachon hech kim aytmagan. Dadajonimning duosi, ustozlar roziligi, oq fotihasi va xalqimning duosi siz ko'rib turgan oddiy qishloq Surxon qizini master Jabborova ovoz akusher-ginekologi ustoz shefu qilib sizga tanitdi. Va men yolg'iz onaman va meni 3 ta qanotim bor.